Onajon, allaytgin tashnadurman ovozingga. Men-ku jonim beray bolam degan har so'zingga. Men hamisha go'dakturman, bag'ring sening orom erur. Birgina duo qilsang, dunyo poyimda erur. Bormikan sendan ulug' va mo'tabar boshqa bir zot, yo'llarim yorishgaydur, onam duo qilgan zahot. Men-ku bir nodon bolang, bebosh bo'lsa kechir ona. Men g'arib gunohlarim, duo bilan o'chir ona. Assalomu alaykum qaddidan-da qadri baland azizlarim. Sog'omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Umarova Gulsunxon onajonimizni tug'ilgan kunlari bilan Rossiya Federatsiyasida yashab ishlab kelayotgan mehribon o'g'illari Abdullajon akamiz nomlaridan xursand qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Bizga Umarova Gulsunxon onamiz kerak edilar. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Mayli. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzlonlarini tilab qolamiz. Ilohim Alloh sizni ikki dunyo saodatiga musharraf etsin. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongda murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina iliq so'zlar aytib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? Yaqinlarim, dugonalarimmi, sinfdoshlarimmi? Aynan kim deb o'ylaysiz? Kursdoshimmi? Ismlari kim? Nazokatxonmi? Topa olmadingiz? Dugonalarim bo'lsa ko'p, Xudoga shukr. Hammasi bir-biridan mehribon, yaxshi. Rahmat dugonamni, sinfdoshim. O'zim yordam beraymi? Keling, o'zim to'liq aytib o'taman. Sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan va sizni yaxshi ko'rishlarini qayta ta'kidlab o'tgan eng yaqin insonlaringiz, mehribonlaringiz, jonkuyarlaringiz, aziz farzandlaringiz nomidan Rossiya Federatsiyasida yashab ishlab kelayotgan mehribon o'g'lingiz Abdullajon tabriklamoqdalar. Alloh rozi bo'lsin. Xursand bo'ldingizmi? Yaxshi, rahmat, xursand bo'ldim. Kutganmidingiz? Rahmat. Kutilmaganda dugonalarimdan kutdim, lekin bolalarimni tabriklab qo'yishga kech qoldi. O'ylamabman, bolalarim qilibdi. Rosa xursand bo'ldim. Kutilmagandan bo'ldi. Biz kechasi soat 12 da o'g'lingizning iltimosiga ko'ra sizga juda ko'p marotaba qo'ng'iroq qildik. Aynan soat 12 dan o'tgan paytda tabriklab bering deb iltimos qilgandilar. Juda ko'p urindik, lekin sizga tusha olmadik. Shu uchun mana bugun erta tongdan sizga qo'ng'iroq qilmoqdamiz. Yo, endi kechqurun tabriklab oldindan sovg'alarni jo'natib, bana qiluvdi. Ganim yo'q edi. To'g'ri. Tug'ilgan kuningizga qanday sovg'a olishni xohlagan bo'lardingiz? O'zlari sog' bo'lib yonimda yursa bo'ldi. Ishlari, quvonchini, sog'ligini ko'rsam, ana shu menga kattagina sovg'a edi. Yashang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilohim barcha niyatlaringizni Allohim ijobat qilsin. Unda keling, ushbu go'zal tabrikni aynan siz uchun sovg'a tariqasida o'qib eshittiraman. Mayli. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Siz baxtim yo'liga nur sochgan onamsiz. Men uchun uyqusi qochgan onamsiz. Siz asli bosiq, sokin ayolsiz, lekin meni desa tog'dan ham oshgan onamsiz. Dunyoda hech narsadan qo'rqmagan, biroq farzandlarining baxtsizligidan qo'rqqan ayolsiz. Biroq men baxtli, baxtiyor inson, chunki meni baxtli qilib tuqqan onamsiz.
Assalomu alaykum mehrda tengi yo'q volidam, borligi baxtim bo'lgan aziz insonim. Sizni bugungi go'zal ayyom, shukrona kuningiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Mehribonim, mehri daryo bebahoyim, yuzlari nur, so'zlari dur, ko'zlari sehrga to'la bo'lgan bebahoginam. Ilohim mana shu aziz joningizni Allohim omonda asrasin. Onajonim, biz farzandlaringizni dunyoga keltirish uchun necha bora mana shu shirin joningizni garovga qo'ydingiz. Necha bora bolam yashasin deya, kulsin deya tinimsiz duoda bo'ldingiz. Bu beshafqat hayotning mashaqqatlarini mardonavor yengdingiz. Doimo bizni o'ylab, biz uchun yashadingiz. Alloh rozi bo'lsin. Sizdek insonni farzandi ekanligimizdan behad baxtiyormiz. Inshaalloh nasib bo'lsa, mana shu bizni boqib katta qilgan muborak qo'llaringizdan tutib, Robbimning go'zal jannatiga olib kirmoqlikni Allohim nasib ro'za aylasin. Onajon, sizni qanchalik yaxshi ko'rishimni so'zlar bilan yetkazib bera olmayman. Bilganim shuki, yaxshiyam borsiz. Yaxshiyam Alloh sizdek mehribon onalarni yaratgan. Meni sizdek onam borligidan faxrlanaman. Alloh bizni baxtimizni baxtlarda, rohatimizni rohatlarda ko'rib yurishingiz nasib etsin. Onajonim, ilohim sizga umra safarlari, haj ziyoratlari nasib etsin. Hoji onalik maqomiga sazovor bo'lib yuring. Bilib bilmay dillaringizni og'ritgan bo'lsam, ushbu go'zal kunda uzrlarimni so'rayman. Onajonim, boringizga ming shukrlarim bo'lsin. Bog'i eram onamning guliga yetolmaydi. Sochlarimni silagan qo'liga yetolmaydi. Agar dunyo boyliklarini boshimdan sochsalar ham, otamning topgan 3-4 so'm puliga yetolmaydi. Agar dunyo shoirlari ham nomimga she'rlar yozsa ham, onamni bir og'iz keldingmi bolam degan so'ziga yetolmaydi. Dunyoga kelishim kutib intizor, kechalari oromsiz bo'lib bemador, jonin tikishga tayyor onamdan oqilona boshqa yana kim ham bor. Duodan qo'llari aslo tolmagan, g'iybatli gaplarga quloq solmagan, 5 vaqt namozni kanda qilmagan, bu mening onamdir. Onam yagona va mening onam dunyodagi eng go'zal ayollar deya ta'rif bergan mehribon o'g'lingiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz jonli tarzda yozib olinmoqda. O'g'lingizga va barcha yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz bormi? Rahmat. Xursand bo'ldim. Bilmagan ana bo'ldi, juda sog'lom bo'ldi. Rahmat, ustoz, baraka topsin. Xudoim sog' bo'ling keyin. Ko'nglim ancha ko'tardi. O'ta xursand bo'lib ketdim. Rahmat, o'zingizdan baraka toping, xudoim. Sog' bo'lsin, shularni qanotini ko'rib yurib, qiziqini, to'ylarini qilay iloyim. Rahmat, salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Siz xursand bo'lgan bo'lsangiz, biz ayni maqsadimizga erishdik deb o'ylaymiz. Doimo mana shu xursandchilik sizni hech qachon tark etmasin. Sizlarni bog'lab turgan mana shu go'zal rishta, mehr oqibat hech qachon sizlarni xonadoningizdan uzoqlashmasin. Mana shunday oqibatli farzandlarni dunyoga keltirib, to'g'ri tarbiya berib, shu darajaga yetkazgan sizdek onalarimizga tasannolar bo'lsin. Butun yer yuzidagi jamiki mo'min musulmonlarni Allohim o'z panohida asrasin. Shu qatorida musofirchilikda yurgan jamiki vatandoshlarimizni, oila a'zolarimizni, hamyurtlarimizni Allohim o'z panohida asrab, o'z yurtiga, vataniga, oilasi bag'riga sog' va salomatlikda yorug' yuzlar bilan qaytib kelish barchasiga nasib etsin. Topganlari faqatgina to'ylarga, xursandchilik kunlarga nasib qilsin. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Yana bir bora shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz onajon. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Nimani yapganimizda niyatlaringizga yetishlaringizga omad. Hamisha xalq xizmatida charchamang. Qizim, rahmat. Rahmat tilaklar uchun sog' bo'ling. Ilohim barcha niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Rahmat. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizda barcha tabriknomalarimizni kuzatib boring. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.